Aziz bolajonlar, o'z iste'dodingizni namoyon etishni istaysizmi? Unday bo'lsa, bizda maqbul yechim bor. Bog'ot tumanidagi 14-son bolalar musiqa va san'at maktabi sizni o'z bag'riga chorlaydi. Bu dargohda siz fortepiano, o'zbek xalq cholg'ulari, an'anaviy cholg'ular, an'anaviy xonandalik, damli va zarfli cholg'ular, torli cholg'ular, raqs, tasviriy san'at, amaliy san'at va haykaltaroshlik kabi yo'nalishlarda malakali mutaxassislardan saboq olasiz. Siz uchun zamonaviy o'quv binosi hamda zarur qo'llanma va musiqa asboblari bilan jihozlangan sinfxonalarda barcha sharoitlar muhayyo qilingan. O'tgan yillar davomida bizning o'quvchilarimiz viloyat va respublika ko'rik-tanlovlari, festivallarida o'z iste'dodini namoyon etib, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritishdi. Endilikda siz ham ular safida bo'lishingiz mumkin. Ayni paytda musiqa va san'at maktabining 1-sinfiga o'quvchilar qabul qilinmoqda.